Assalomu alaykum hammaga, kanalimizning a'zolari, mehmonlariga. Xudo xolasa keyingi paketlarda penamulak qoliplarimiz tayyor bo'ldi. Yevro qoliplarimiz ko'rib turganlar 20 sm orasiga 4x4 profildan to'qib chiqilgan. Taglar sharnerli, yonlari rezbali bo'lgan. Pastga o'tadigan tomonlariga 3 qatordan sharner qo'yganmiz. Razmerlari 20, 30, 60 razmerda blok chiqaradi. Penamulak. Trendda ketyapti turgan qoliplardan xudo xolasa listlarimiz toza rossiyskiy magnit listlardan tayyorlanadi. List qalinligi 3 list bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Profillarimiz 1.7 dan 4x4 profildan foydalaniladi. Xudo xolasa ekranda raqamli aloqa chiqarasizlar. Penamulak Gazoblusdan O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz. Cheklanmagan miqdorda qoliplarimiz, tanuvlarimiz bor. Penamulak skinamiz $700 dan boshlab chiqadi komplektimiz. $700 dan $900gacha stanuvlarimiz bor. Aloqaga chiqib o'rasizlar. Bu yerda rastvor bochkalarimiz 200 litrli bochkadan 40 tayyorlanganlari. Bu yerda Gazoblusdan stanuvlarimizni qoliplari yarim kubalik 0.43 forma qoliplar bular. Xudo xolasa bir dona qolipimizni bir tomonda o'zini 4 dona zagirushga ushlab turadi. 8 ta zajim qo'yiladi bitta qolipimizga. Shu oxirgi paketlardagi qoliplar bular ham rastvor choklardan oqmaydi. Albasirda yana shart emas. Taglari 8 ga 4 profildan tayyorlanyapti. Yonlari 5 ga 3 profilda tayyorlanadi. Bu yerda mana ruchnoy reskalarimiz 10 dan tortib boshlab ketaveradi. 10lik, 20lik, 30lik kelgan tog'shiga qarab razmerlarni kesib berib ketaverasizlar do'stlar. Bu yerda suv bochkalarimiz bor. Xudo xolasa montajlarni tayyor qilib qo'yganmiz ularni ham. Tepada 110 litrli suv idishimiz. Bu idishimiz vazifasi suvni isitib berib turadi. Tagidagi katta suvonkasiga tagiga garalkada o't yoqiladi bunga. Gazobli suv tayyor bo'ladi, ko'pchilik biladi buni. Bu yerda avtomat reskalarimiz ham bor. Zakazga polni $1,5 dan boshlab $35,000gacha zavodlargacha qurib bera olamiz. Bemalol aloqaga chiqib o'rasizlar. Xudo xolasa bu liniyamizni mishalkalari bo'ladi. 4 listdan tayyorlangan tepa qozonlar, yoni bellari 3 listdan tayyorlanadi do'stlar. Motorlarimiz 3 kilovatda 220 380 tokka bemalol ishlayveradi. Avtomat reskalarimiz ham xudo xolasa eng oxirgi paketlarga chiqib turgan avtomat reskalar. Avtomatik o'zi kelib kesib tushib, o'z tepaga qaytib ko'tarilib to'xtaydi do'stlar. Bir kishi обязательно bitta knopkada turish shart emas. Qolipda olib tagiga zagirushga qatirib qo'yilgandan keyin bir dona knopkani bosiladi. Keyingi qolipda olgani ketaveradi o'sha odam. Avtomat reskani o'zi kesib razmerlarda o'zi qaytib chiqadi. 10lik, 12lik, 15lik, 20lik, 25lik, 30lik, 40lik razmerda kesadi avtomat reskamiz. 6 ta razmeri bor. Zakazga yana boshqa razmerlar ochilsa bo'laveradi. Bu ruchnoy variantimiz mishalkalari balonlik. Avtomat reskalarimiz ham motorlari hamma yo'q yangi qo'yib beriladi. Korobka holatda ochib, xudo xolasa avtomat reskamizning ishlashlariga 1 yil garantiya, servis xizmati, hamma narsasi bor. Xudo xolasa bunda buziladigan narsa yo'q. Asosan toklarimizni to'g'rilab olinsa bo'ldi. 220 to'liq tokda ishlaydi bu avtomat reskamiz. Kimga qiziq bo'lsa, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib o'rasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Pol avtomat liniyamiz 10 dona qolipi bilan avtomat reska. Xo'p, mishalkamiz kiradi. Bitta avtomat reska 10 ta bu qolipimizdan kiradi. Bu 1 tonnali suyonkamiz bor bu yerda. 2 tonnali qo'yib beriladi unga. $6,5 dan boshlanadi narxi. Bu qo'shimcha qolip qo'shishga qarab tushib ketaveradi. Lentalik, ponlik, qum semenlar, torozlik degan akalarimizga aytgandek qilib tayyorlab berilaveradi. Kanalda yangi bo'lsalar, tezdan like tugmasini bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolasa tez videolar chiqarib boramiz. Stanoy narxlarni, boshqasini nimasi kerak bo'lsa, ekranda raqamli aloqaga chiqib o'rasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar.